Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mani bebaholarim. Bismillahirrohmanirrohim deb bugun men sizlar bilan piranik pishirishni boshladim. Idishimizga 250 gramm qatiq, 200 gramm shakarni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qatig'imizda shakarimiz erib ketadi. Yaxshilab aralashtirganimizdan keyin 100 gramm o'simlik yog'i, ya'nida salatni yog'ini solib aralashtirishda davom etamiz. Salatni yog'imiz, shakarimiz, qatig'imiz aralashtirganimizda bir xil massaga aylanib ketadi. So'ng buni ustidan ikkita tuxum sarig'i, ya'nida ikkita tuxum sarig'ini solib, ikkita tuxum oqini olib qo'yamiz. Piranigimizni glazuri uchun, ustiga surkasish uchun yaxshilab aralashtirib, so'ng ustidan 500-550 gramm danivishi un solib yana aralashtirishda davom etamiz. Unimizni jichasini solganimizdan so'ng ustidan razrıhитель, ya'nida qavartmamiz и vaniliyamizni solib aralashtirib, ustidan qolgan unimizni solib yumshoqroq xamir qorib olamiz. Xamirimiz tayyor bo'lgandan so'ng 50 grammdan o'lchab zuvolachalar yasab olamiz. Menda varёный molokom bo'lmaganligi sababli 50 grammdan zuvolachalarni yasab olib, ichiga Nutella shokoladidan bir qoshiqdan solib chiqdim. Mana zuvolachalarni yasab oldim. So'ng hammasini ichiga shokoladlarni qoshiqchada solib o'rta olovga 20-25 minutda pishirib oldim. Mana shokoladni solib, shunaqa qilib tugib, yana boshqatdan yumalab qilib, albatta qizigan pechga qo'yamiz pishirganni. Oradan 25 daqiqa o'tdi. Mana piranichalarimiz pishib chiqishdi. Endi bular ustiga hali olib qo'ygan ikkita tuxumimiz oqi, yarimta limon soki, 80 gramm pudra bilan 3-4 minut mikser qilib olib, glazurimizni ustidan surkab chiqamiz piranigimizni. 10-15 minut xona haroratiga qo'yib qo'yamiz. Glazur surka bo'lgandan keyin yoki 5 minut qizigan pechda quritib olamiz. Mana alhamdulillah piranigimiz tayyor. Shokoladligi ham juda ham zo'r bo'lar ekan, yoqimli ishtaha.